Hech kim meni majburlab, u yoqni kraskalab, bu yoqni tozalab ber demaydi. Patgrini, brizgavi, motor zashitnik, xullas keluvchi avtomobilimiz bor. Haqiqiy JM boltlarni qo'yib, originalini bor. 0 dan 105 gacha hadon qilib berganmiz. Va bunga nisbiy rasxod ketgan videoni oxirida aytamiz. Videoni olib ko'rib tursalar inshaalloh aytib o'tamiz. Nimalar ishlar qilindi-yu, necha pul ketganini. Tepaga chiqamiz akalarim. Adbon rezinka, chashka, paqircha jemidan, nakinoyishnik, stavzat rezinka, kalotga, support rezinka, ponni hamma yo'g'ini 0 dan yig'ib berganmiz akamizga. Arqalardan xuddi shunaqa prujinlar, rezinkalari, chulov vtulkalar chiqib beramiz. Lekin bitta yangilik bor akalarim. Xudo xolasa Instagramda 100 mingta bo'lamiz. 100 mingta bo'lganimiz munosabatimiz inshaalloh bo'lsa agar podpiska bo'lgan insonlarga hadoni xuddi shunaqa 0 dan 105 gacha hadon besplatni qilib beramiz. Va yana 5 ta avtomobilga oldi kelayotgan besplat almashib beramiz 100 mingta bo'lgan kunimiz. Kommentariyaga YouTube'da qanaqa aniqlasak bo'ladiganlarga kommentariyaga qanaqa avtomobil minishingiz yozib ketsangiz bo'ldi akalar. Nechta yozasiz? Bittadan 5 dan yozib ketaverasiz va bitta like bosasiz. Bo'ldi, tamom. Hech qanaqa boshqa shart yo'q akalar. Janob sog' bo'lsin, yuzlaringiz tabassum tark etmasin.